Yangi domlardan yuzlab yurgan tanishlar bo'lsa, 2 xonali, 7 qavatli domni birinchi qavatida joylashgan korobka holatdagi uyimiz arzon narxda sotuvga chiqyapti. 52 kvadrat deyishdi egalari, endi esa to'liqroq tushuntiramiz. Ko'rishingiz mumkin, asosiy eshigimiz tashqari taraflarini ham ko'rsataman. Yangi dom, hali hech kim kirib yashamagan, ya'ni hamsayalar bitta ikkitasi kelgan va bu tarafda ko'rishingiz mumkin. Sanuzolimiz joylashgan bo'ladi. Bu tarafda oshxonamiz mana bunaqasiga aylangan ekan. Mana bu yerga oshxona mebellarini qo'yib, o'zingiz bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bu tarafda birinchi xonamiz va bu tarafda ikkinchi xonamiz joylashgan bo'ladi. Mana shu xonadonimiz sotuvda. Ko'rishingiz mumkin, koridorlar uzungina, xonalari hammasi alohida. Oshxonamiz ham, xonalari ham alohida. Mana shu xonadonimiz kimni qiziqtirsa bemalol kelib ko'rib savdo qilib olishlari mumkin. Bugun erta sotish kerak ekan, pul zarurligi uchun qo'yilyapti. Narxi keladigan narxini 400 million so'm baholashdi. Kelib bosib yorsangiz bo'ladi.